Ushbu videomiz orqali spitsadan noldan to'qishni o'rganib olishingiz mumkin. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana shunaqa spitsamiz. Ichida ignasi va spitsani razmerini o'lchaydigan narsasi chiqadi va ipimiz kerak bo'ladi. Ipimizni 30 ta petliyalik qilib to'qib o'rgatmoqchiman. Ipimizni shuning uchun 1 metrcha qoldiraman. O'rtasidan ushlab olaman 1 metrcha qoldirib. Keyin 30 ta petliya uchun 1 metrcha yetadi. Spitsamizni ikkalasini bitta qilib ushlab olamiz va ipimizni qo'limda ko'rsatib turganimdek qilib ushlab olamiz. Ya'ni ipimizni bosh barmog'imiz va ko'rsatkich barmog'imiz ustidan aylantirib o'tib, pastidan ikkala ipni ushlaymiz va spitsamizni iplarimizni o'rtasidan kirgizib, pastki ipimizni tortib olamiz va ko'rsatkich barmog'imizni pastidan aylanib o'tib, mana hozir ipimizni o'rtasidan tortib olamiz, kirgizib va pastidan aylanib o'tib, ko'rsatkich barmog'imizdagi ipni olib, bosh barmog'imizdan chiqarib olamiz. Men qilayotganimni takrorlasangiz o'xshaydi. Keyin ikkala barmog'imizni chiqarib pastidan tortamiz. Mana birinchi petlyamiz hosil bo'ldi. Keyingi petlalar qiyin emas. Yana o'sha ipimizni ikkala barmog'imiz bilan ushlab olamiz. Keyin bosh barmog'imizdan kirib, mana ko'rsatkich barmog'imizdagi ipimizni tortib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda men bilan takrorlasangiz o'xshaydi. Yana ko'rsataman. Mana bosh barmog'imizni ichidan kirgizib, ko'rsatkich barmog'imizni ustidan ushlab turib tortib olinadi iplari. Mana xuddi shu ko'rinishda 30 ta petliyani hosil qilib olamiz. Mana 6 ta petliyamiz hosil bo'ldi. Jami 30 ta bo'lguncha xuddi shu holat takrorlanadi. Mana 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30. 30 ta bo'ldi. Men oxirgi qismini bog'lab qo'yaman. Yechirib ketmasligi uchun. Va o'ng petliyalar to'qishni o'rgatib o'taman. Bu boshlang'ich petliya terishni to'qishning boshlang'ich qismi barcha mahsulotlar shunaqa ko'rinishda boshlanadi. So'ng spitsamizni bittasini tortib olamiz va o'ng to'qishni boshlaymiz. Mana birinchisi. Spitsamiz mana shu petliyamiz birinchi petliyamizga kirgiziladi va ipimizni tortib olinadi mana. Ipimiz tortib olinadi. Ipimizni ushlanishi, mana bu ko'rsatkich barmog'imizni ustida turadi ip va qo'llarimiz bilan pastki qismini ushlab olamiz. Juda qattiq ham, juda yumshoq ham ushlamaymiz. To'qiyotgan mahsulotlarimiz chiroyli chiqadi shunda. Juda qattiq nima qilinsa, to'qish qiyin bo'lib ketadi. Yumshoq qilinsa, unchalik chiroyli chiqmaydi. O'rtacha holatda ushlaymiz. Mana yana o'sha petliyamizga spitsamizni kirgizib, ko'rsatkich barmog'imizdagi ipimizni ustidan bosib tortib olamiz. Bu o'ng petliya deyiladi. O'ng petliyamiz shunday to'qiladi. Men bilan videoda birgalikda takrorlasangiz o'rganib ketasiz. Qayta ko'rib. O'ng petliyamiz xuddi o'rin singari bo'lib chiqadi. Mana yaxshilab qarasangiz xuddi birinchi qator bo'layotganiga kichkina bo'lib ko'rinyapti. 3-4 qatorda aniq ko'rinadi. Xuddi soch o'rimiga o'xshab ko'rinib turadi o'ng petliyalar. Shu ko'rinishda to'qib chiqarib yuboriladi. Bitta to'qilgan petliya bitta spitsaga o'tkaziladi va ikkinchisidan chiqarib yuboriladi. Ko'rib turganingizdek. Mana.
to'kildi, keyingisidan chiqarib yuboriladi. Tortib olinadi va bitta spitsadan chiqarib yuboriladi. Ikkinchisiga to'kib o'tkaziladi. Shunday ko'rinishda davom etiladi. Juda qisib ham to'kimaymiz, juda yengil ushlab ham to'kimaymiz. O'rtacha ipimizni mana shu ko'rsatkich barmog'imiz ustida qo'yib, keyingi barmoqlarimiz bilan ushlagan holatda to'kib ketamiz. Spitsadan chiqarib yubormaslik kerak va petlalarni mana shu o'ng qo'limizning ko'rsatkich barmog'i bilan ushlab turilsa, spitsadan chiqib ketmaydi. Ikkitasi qoldi. Mana oxirgisini ham to'qiymiz. Birinchi qatorimiz tugallandi. Bu o'ng petlalar edi. Yaxshilab qaralsa, mana soch o'rimidagi bo'lib turadi o'ng petlalar. Chap petlalarimiz esa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi orqaga qaytishda chap petlalar bilan to'qiladi. Birinchisini shunchaki to'qimasdan olamiz, keyingisi to'qib ketiladi. Har doim birinchi petla to'qilmasdan boshlanadi. Keyingi petlalar to'qib ketiladi. Ipimiz mana ko'rsatkich barmog'imizning ustidan o'tkazilgan holda, endi chap petlalarda ipimiz spitsadan o'zimiz tarafga o'tkazib to'qiladi. O'ng petlada ipimiz narigi tomonda turadi, tashqari tomonda, chap petlada esa ipimiz o'zimiz tomonda turadi. Mana petlamizning ko'rinishi. Ipimiz o'zimiz tomonda va spitsani kirgizib, o'zimiz tomondan kirgizib, ipimizni ustidan bosib, o'sha petlaning ichidan tortib olinadi va chiqarib yuboriladi. Ikkita petla bo'ldi mana. Petla ichidan kirgiziladi spitsa, uni ipimizni bosib tortib olinadi va bitta spitsadan chiqarib yuboriladi. Shu ko'rinishda to'qib olamiz. Ushlab turib tortib olinadi va spitsa chiqarib yuboriladi. Chap petlalarimiz xuddi shu ko'rinishda to'qiladi. Mana o'ng tomondan qaraganda ikkita qator bo'ldi. Bu to'qilmagani bitta qator, to'qilgani mana ikkita o'rimdek bo'lib turadi. Yana davom etamiz. Qator oxiriga qadar chap petlalarni to'qib olamiz. Ipimizni juda yumshoq ham, juda qattiq ham ushlamaymiz, o'rtacha ko'rinishda ushlab to'qishni o'rganamiz. Mana qator oxiriga yetib keldik. Ikkita bitta. Mana oxirgisi ham to'qildi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'ng petlalarimiz esa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana. Endi bu chap tomon. Endi to'qish uchun o'ng tomonga qarab to'qib ketiladi. Aytib o'tganimdek, birinchi petlamiz to'qimasdan shunchaki o'tkazib olinadi. Keyingi petlalarimiz to'qib ketiladi. Mana petlani ichidan kirgizib, spitsani ko'rsatkich barmog'imizda turgan ipni ustidan bosib tortib olinadi. Xuddi shu ko'rinishda bu qatorimizni ham to'qib olamiz. Bu o'ng qatorimiz.
Mana hozir 3-qator to'qilyapti. Spitsa bilan ko'rsataman. 1-qatorimiz, 2-qatorimiz va mana 3-qatorimiz o'ng tomonda to'qilyapti. Xuddi shu ko'rinishda to'qilsa bir tarafi o'ng, bir tarafi chap bo'lib turadi. Agar bitta o'ng, bitta chap, bitta o'ng, bitta chap to'qilsa rezinka deb nomlanadi. Rezinka hosil bo'ladi. Ko'ylaklarning pastki qismi, yeng, yoqa qismlari shu rezinka usulida to'qiladi. Hozir mana faqat o'ng to'qyapmiz-ku, o'shani bitta o'ng, bitta chap qilib to'qilsa rezinka hosil bo'ladi. Mana qator oxiriga ham keldik. Shu ko'rinishda to'qilaveradi. Naqsh tushirish nimalari ham bor, sxemalari, kataloglarni o'qishni ko'rsatib o'taman keyingi darsliklarimizda nasib qilsa. Mana birinchisini to'qimasdan oldin keyingilarini yana shu xuddi ko'rinishda petlyamizga spitsani kirgizib, ko'rsatkich barmog'imizda turgan ipni tortib olamiz. Chap petlyamiz o'zimiz tarafda chap petya to'qilganda ipimiz o'zimiz tarafda turadi. O'ng petya to'qilganda ipimiz tashqari tomonda, narigi tomonda turadi. Farqi shu. Xuddi shu ko'rinishda qator oxirigacha to'qiymiz. Asosiy qoidalari shu to'qilayotgan petyalarimizni spitsadan chiqarib yubormaslik. Rezinka to'qiyotganda o'ngni ustiga chapni, chapni ustiga o'ngni to'qimaslik. O'ng petyalarimiz o'zi ajralib turadi, o'rim shaklida bo'lib, chap petyalarimiz mana orqa tarafdan ko'ryapsizlar. Shunaqa ko'rinishda turadi. Asosiy to'qish usuli shu. O'ng va chap petyalar. Bizni kuzatishda davom eting. Qizlar maktabim kanalimizga podpiska bosib qo'ying. Kommentariyalarda o'z fikringizni kutib qolaman.